Filipinliklar, dehqonlar bugün biz yana çıkardık. Kommentariyada çıktı. Qanday suv beriladi, qanday suv beradi. Ko'p kishilar so'radi işte. Suv beradimi, qanday beradi, agadlab beradimi deyapti. Yo'q, agadlab bermaydi. Mana quduq nasozdan yerdan tortiladi. Nasozdan tortilib, buni manaqa chilanglari bor. 40'lik, 50'lik, 70'lik, buralar 40'lik, kichkinaroq qo'yganmiz. Bundan mana bunaqa shlang bor, mana. Shularning mana shlang. Shuni tagida teshigi bor, teshigi. Hozir yopilib qo'yilgan, boshqa joylarga suv beryapti. Teshigi bor, shu teshigidan suv tomchilab beriladi. Yani tomchilar. Bitta pushtada, bitta yana agatda, bitta, ikkita, uchta, to'rtta qo'yilar ekan. Bittani o'zi to'rtta. Bu to'rtta bo'lgan 18 ta ketgan. Boshqa joylarimizda unda to'rtta bo'ladi, lekin unda kamroq qo'yilgan. Unda to'rtta bo'ladi, 5 tadan qo'yilgan 20 ta ketadi. Shuning. Ana o'tkazib chiqdik, bu ham ishlaringga omad, sog' salomat bo'linglar deb.